Assalomu alaykum hammaga. 8-dars boshlaymiz. 8-dars boshlashdan oldin biz avvaliga 7-mavzuni nima qilamiz? So'zlarini, ya'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'tgan safar biz 7-mavzuda vaqtga oid bo'lgan so'zlar o'tdik, mavzu o'tdik va o'shanga oid so'zlarni hozir birinchi mashqlarini ko'rib chiqamiz. Bir 10 daqiqagacha boradi. Xo'p, 7-mavzumizda Hovanshang Liu Dian Ban Xiaoban. Men kechqurun soat 6:30da ishdan chiqaman degan mavzuda soatlarni o'rgangan edik. Agar bularni yodlagan bo'lsangiz, biz demak hozir bularni qo'yib chiqamiz. Misol uchun, birinchisida a 8:15, ya'ni Xitoy tili qanaqa aytiladi? Badian shu yoki badian yiki. Xullas, bunga qaysi yozamiz mana? Demak, a variant bo'ldi. Badian shu deylik hozircha. Badian shu fan yoki 8:15 daqiqa o'tdi. Keyingisi b da, ya'ni 15:20, ya'ni biz buni 3:20 desak ham bo'ladi. Bu mana 3:20. 15:20 qanaqa aytamiz buni? Hop. Xiao abitdan keyin desak ham bo'ladi. Xohlasak Xiao yoki Sandian arshi desak ham bo'laveradi. Shuni mana bu qaysi to'g'ri kelar ekan? B ga to'g'ri keladi. Sandian arshi. Hop yoki Xiao abitdan keyin soat 3:20 desam ham bo'ladi. Agar kechqurungi vaqt bo'lsa, Wanshangni aytasiz. Tushunarli? Hop, keyingisida 10:10. Demak, qaysi to'g'ri keladi? Demak, 10:10 bo'lsa, hop, mana bunga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Ya'ni S ga. Sh degan shifan deyiladi. 13:45, ya'ni 1:45. Buni qaysi aytamiz mana? B variant. Hop. 12:30 shahar degan ban yoki shahar degan san shifan degan bo'ladi va oxirgisi soat 6, abitdan keyin 6 Xiao Liu degan, bu yoki Liu degan. Bu F ga to'g'ri keldi. Tushunarli? Vaqtlarni aytishni bila oldingiz. Vaqtlarni o'tgan safar darsda ham bir boshdan oxirigacha o'rganib ketgan edik. Hop, bularni suhbatlarida audiolarni yopiq gruppamizga tashlab qo'yamiz. Bularni o'tdik. Hop, bularni o'tgan edik. Vaqtlarni, hop, yana qaysi bor edi? Mana bu joy bor edi. Adashimiz tekstdan o'qib turib javobini topishimiz kerak edi. Tekstni o'qigan bo'lsangiz, endi javobni topamiz. Liven Xiao Xiang Chui. Liven abitdan keyin, tushdan keyin xohlaydi bormoqchi. Qayerga bormoqchi edi? Dianing yuan, ya'ni qaysi bo'ldi? Dianing yuan mana. Demak, qaysi yozamiz mana? Bunga B javob to'g'ri keladi. Liven abitdan keyin, tushdan keyin bormoqchi qayerga? Kinoteatrga. Keyingisi olmaydi. Hop. Bai Jiayu Mingtian Xiao Hai. Shu Bai Yu mana shu qiz topimiz ism bo'lsa kerak. Ertaga abitdan keyin nima qiladi? Hop, ishi bor ekan. Hayyoshi degan ishi bor degan. Demak, qaysi bo'ladi? Bunga ham B variant bo'ladi. Tushunarli? Demak, tekstni boyagidek tekst o'zidan ikkita savolni tepada bergan. Biz bularni ko'rib chiqamiz. Va keyingisida qanaqa savollar bor ekan? Bu yoqda ham ba'zi savol bor. Buni ovoz chiqarmoqchingiz kerak. Bu Xiang Chu nima degani? Men borishni istamayman degani. Bu Xiang Chu. Bu Xiang Chu. Keyingisida Mei Mei Han Gao Xing nima degani? Mei Mei Han Gao Xing. Singlim juda xursand. Buni hieroglif o'qishga harakat qiling, chunki oldin o'tgan so'zlarimiz bor. Keyingisida ta u degani, misol uchun o'zbek tiliga ketsak, u shangwu, tushgacha, abitgacha. U tush soat 10da, tush soat 10da, 10:30da ekan. 10:30da darsi boshlanadi. Ya'ni uni soat 10:30da, uni tush deganda endi abitgacha deb qo'ya qolaylik. Chunki o'zbek tilida abitgacha deymiz buni o'zi. O'zi tushgacha deb qo'ysa ham bo'ladi. Uni tushgacha soat 10da darsi bor ekan, darsi boshlanadi desak ham bo'ladi. Chunki uni tushgacha soat 10:30da darsi bor ekan, darsi boshlanadi. Tarjima qilsak ham bo'ladi, tushunarli? Bu yoqda ham so'zlarni qo'shishimiz kerak. Bularni dialoglarni misol uchun yozishimiz kerak. Woman degan so'z bor. Woman nima edi? Biz degan. Woman keyin nimadir degan, jiyan degan so'z bor. Mana bu so'z eslab qoling. Bu biz qaysidir vaqtda ko'rishamiz degan. Bunda o'rtaga soat qo'yamiz. Misol uchun 9 da ko'rishamiz bo'lsa,
Geo degan jiyansiz biz qaysidir vaqtda, ya'ni soat 9 da ko'rishamiz degan o'rtaga mana shu nimani yozamiz. Geo hieroglifini yozib qo'yamiz. Tushunali? Biz ertaga 9 da ko'rishamiz degan. Xitoylar biz ertaga soat 9 ko'rishmoq deydi. Jiyan ko'rishmoq va shu tarz gap hosil bo'ladi. Bu yoqda ham B varianti. Menimcha bu yerga to'g'ri mos so'zlarni o'zimiz to'g'ri yozishimiz kerak. Bu yerda hech qanaqa uncha abs degan narsa yo'q ekan. A ga B to'g'ri keladi deb o'ylayapman. Hop. Nima debdi? Savol berganda endi javobidachi? Yo'q. Bunda uzr, bu savol gap ekan. Bunda G degan ekan. Uzr, G degan degani soat nechida ko'rishamiz deyish kerak edi. Chunki men bu savol gaplar ekan. Mana G degan degani soat nechida ko'rishamiz degan. Keyin javobida mana B varianti nima deyapti? 我们下午 biz abitdan keyin S degan soat 4 da ko'rishamiz deb qo'ya qolaylik. Mana S degan jiyan ba soat 4 da nima qilamiz? Ko'rishamiz degani. Bu necha razmerda ekan? Xo'p, bularning iloji boricha siz pinsiz o'qishga harakat qiling. Hozir men yozyapman. O'zi aslida sekin-sekin nima qilishingiz kerak? Hurmatli o'quvchi, ko'rib hieroglifini iloji boricha o'qiy olishingiz kerak. Hozircha pinyin yozib turibman. Keyingi bosqichlarda pinyin bo'lmaydi. Demak, S degan nima deymiz? S degan hieroglifini yozib qo'yamiz. S degan jiyanba, ya'ni biz abitdan keyin, tushdan keyin soat 4 da ko'rishamiz degan. Bu yoqda ham ni shangu yo ni shangu chu shanke shima. Sen abitda, ya'ni tushgacha tushda darsga borasan, shunaqami deyapti. Dui wo meni darsim bor. Qachon darsim bor? Misol ertalab bo'lsa, ertalab darsim bor deyish kerak. Demak, bunga qaysi so'zni yozamiz? Mana xuddi shu mana shango so'zini o'zini yozamiz. Mana tushunali? Shango so'zini o'zini yozamiz. Buni ikkitasini pinyin yozmadim, chunki ba'zi so'zlar tepada berilgan, faqat siz buni o'qib olishingiz kerak. Tushunali? Mana nishangu chu shanke shima. Shima degan shunaqami degan. Dui, to'g'ri. Wo shangu yo'q. Men tushgacha darsim bor. Keyingisi woman nuqta chu chavshiba. Biz restoranga boraylik. Supermarketga bora qolaylik. Kechirasiz meni buni endi qaysi qo'ysa bo'ladi? Abitdan keyin deylik, siyavo deb qo'ya qolaylik. Biz 3 dan keyin supermarketga boraylik desa, kechirasiz meni 3 dan keyin darsim bor. Xuddi shu javobni o'zini yozib qo'yasiz, tushunarli? Ertalab bo'lsa ertalab yoki kechqurun, farq abitdan keyin bo'lsa abitdan keyin. Shu so'zni qo'yasiz. Bu yoqda ham so'zlarni baland ovoz chiqarib o'qish kerak. Hop. 我明天下午2点还上课呢。qaytaramiz. 我明天下午2点还上课呢. Qaytara olmagan bo'lsangiz, men pinni yozib qo'yamiz. 我明天 men ertaga deganda 我明天下午2点还上课ne degani meni ertaga abitdan keyin, tushdan keyin nima soat 2 yana ikkita darsim bor degan, soat 2 da darsim bor degan. Bunisida 我妹妹会做2个菜呢. 妹妹 kim edi? Singili. 妹妹会做2个菜呢. Singlim ikkita ovqat qilishni biladi degan. Keyingi so'zda Li 李文晚上还有事呢. Li Wen bu odam ismi. Li Wen 晚上还有事呢. Li Wenni kechqurun ishi bor degan. Tushunarli? Bular bir pinyin yozsangiz anaqada tarjimonda o'z javobini chiqarib beradi. Yana ham bahonada so'zma-so'z tarjima qilsak, deyarli xuddi shunaqa ma'no bildiradi. Xo'p, bu yoqda tekstdagi so'zlardan olib javobini yozishimiz kerak. Ya'ni bizda Liu Ming ne degan? Liu Ming nima qiladi? Liu Ming tushunar, ana bu debdi Liu Ming
O'zayjialini qayerda ekan? Uyda ekan. Demak, qaysi variantni qo'yamiz? Lyovmin qayerda demoqchi? S bo'ladi. Hop, bitta narsaga e'tibor qiling. Xitoy tilida qayerda degan so'z bor. Zaynar. Zaynar. Endi buni xitoylik qisqartirib nima qiladi? N ga o'zgartiradi. N. Bu ham qayerda degan ma'noni bildiradi. Misol uchun Liuming. Yo'q, bu yerda endi misol uchun kelib qolsa-da, misol uchun Laoshana degan gap bor. Laoshana degan ustozchi, ustoz qani degan. Bu yerda hozir n qo'shimchasi chiqqan ma'no bildirmaydi. Ya'ni aniq uyda turibdi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni misol uchun n siz gap kelsa ham ma'no o'zgarmaydi. N bilan kelsa просто o'sha siz aniq uydaligini bildiradi. Tushunarli? Aniqlashtirib beradi. Shuning uchun n qo'yilgan. N qo'ymasa ham xato gap bo'lmaydi. Keyingisi Wang Yisue nechta chiqargan ko'ramiz. Wan Shang Liu Dianban. Liu Dianban mana Liu Dianbanni qo'yib qo'yasiz. Keyingisi mana shu bo'lib tugadi ekan. Hop. Pastga tushamiz. Bu yoqda mashqlar bor. Bu yerda mashqlarda javoblar qo'yib chiqishimiz kerak. Misol uchun ko'raylikchi. Ta Xing Chi Tian Meiyo nima yozamiz? Uni yakshanba nimasi bo'lmasa mumkin? Misol uchun dars bo'lmasa mumkin. Sen yozib qo'ya qolaylik. Keyingisi Woman Jongwu nechida? 12:30da Shar Dian Ban Siaka Liang Dian Xiao Liang Dian. Hop, nima qilamiz? Biz abit nimamiz bor? Hop. Darsimiz bor. 1 soat 2 da ko'rsa qolaylik. Bunga en yozib qo'ysak bo'ladi. Keyingisi 8月对比句我现在 der qo'ysa, meni hozir ishim bor. Sen o'zing bora qol. Keyingisi xo'p, mayli, sen band bo'lsang kerak. Bugun bitta holda oxirgisi k bo'ladi. Yo'q, anaqa ekan. A ekan. A qolib ketibdi. Sen bugun kechqurun nechta kasalxonaga borib, kasalxona ishga borasan? Kechqurun soat 8 demak bunga A varianti to'g'ri keladi. Tushunarli? Pastga soatlarni yozib qo'ygan. Soat necha turibdi? Hozir soat 7 dan necha daqiqa o'tib turibdi? 20. 20 ni yozib qo'yamiz. Tushunarli? Sianzai chi degan arshi fin bo'ladi. Keyingisi Woman Jongwu Jongwu Shidian Jianba. Biz soat ertaga 10 da ko'rishamiz degan. Bu yoqda Wo Jindian Wanshang Chudian Hay nima qilayotgan edim? Men kechqurun soat 9 gacha Hay Shankana darsda edim desa bo'ladi. Keyingisi Mei Mei Xiao Liang Dian. Ya'ni singlimdan bittan keyin soat 2 da nimasi bor? Darsi bor deyapman. Singlimdan bittan keyin soat 2 da darsi bor deyapman. Demak, shu variantlarni nima qilamiz? To'g'ri yozib chiqamiz. Endi to'g'ri yozgan bo'lsa yaxshi, просто bu solishtirish uchun. Xo'p, yana nima so'zlar bor ekan? Menimcha bo'l tugadi. Endi 8-mavzuga o'tsak bo'ladi. Hop, 8-mavzuda Wobaba Ye Zai Yuan Gongzo. Menimcha bugun oila a'zolarimizda qayerda ishlash haqida nima qilamiz? Gaplashib o'tamiz. Hop. Dadam ham kasalxonada ishlaydi degan mavzuni o'tamiz. Ishlaydi. Pastga tushamiz. Buni ham 8-mavzuda oldin tugatishimiz oldin 9-mavzu boshlash oldin buni ko'rib chiqamiz. Bir joyda to'xtalmaymiz. Avval biz ba'zi so'zlarni hali bilmaymiz. Uni hisobiga o'rganib olib, keyin sekin nima qilamiz? Belgilab chiqamiz. Birinchi so'zimiz xona yozamiz. Xona. Keyingisi voy degani tashqi yoki tashqari degani. Xo'p, tashqi yoki tashqari. Tashqari deb qo'yaylik. Hop, J degani hayvonlar uchun hisob so'z.
hayvonlar uchun hisobsiz. Hisobsiz ham ko'p juda Xitoy tilida. Zerikkan payti o'ylab topishgan. Xiao kichik yoki kichkina, hop. Kichkina. Kichik deb yozib qo'ydim. Keyingisi mushuk. Agar Xiao Mao bo'lsa, kichkina mushukcha bo'ladi. Tushunarli? Kichik mushuk emas, mushukcha deb yod qilamiz. Chunki bizda cha qo'shimchasi kichkina degan ma'no bildiradi. Keyingisi mei yo'q degani mavjud emas. Biz mei yotsam bo'ladi. Hop, kanjian. Ko'rib qolmoq. Ko'rib qolmoq. Keyingisi jozi stol, uni oldin o'tganmiz. Sia past yoki pastga. Pastga yoki pastga. Tushunarli? Pastga ma'noni xolos siani ma'nosi juda ko'p. Agar yomg'ir bilan kelsa, yomg'ir yog'ayapti ham kelaveradi. Keyingisi piyolang, chiroyli. Qancha chiroyli edi. Demak, nechta 10 ta so'z o'rgandik. Ketdik. Fangjian xona. Wai tashqari. Fangjian wai bo'lsa, xona tashqarisi bo'ladi. J hayvonlar uchun hisob so'z. Xiao kichik, kichkina. Mao mushuk, Xiao Mao kichkina mushukcha. Mei yo'q, mei yotsa ham bo'ladi. Kanjian ko'rib qolmoq. Jozi stol, Xia pastga. Endi bir narsani tagi tubi tushuniladi. Keyingisi piyolang, chiroyli. Xo'p, endi tekst tarjima qilamiz. Tekstimizda nima deyapti? Mushukcha nima qilyapti? Xona tashqarida, to'g'rimi? Xona tashqarisida. Ko'chada deylik. Xona tashqarisida, ya'ni ko'chada tashqarisida bir mushuk bor. Keyin javob qaytaribdi. Men kanjian, men ko'rganim yo'q. Tazaynar, ta u degan, u qayerda? Tazaynar qayerda debdi? U tazay jozi siana, u stolning tagida. Hop, kerakdi. Bu J hisobsiz, bu mushukcha. Jin degan so'z rostdan degani. Rostdan chiroyli. Chiroyli ekan deb qo'yganlik. Chiroyli ekan. Demak, tekstda shunaqa ma'no bor ekan. Demak, tekstda nimadir narsa qayerda demoqchi bo'lsak, nimadir narsa Zaynar deymiz, tushunarli. Misol uchun, uying qayerda? Telefoning qayerda? Nimadir qayerda gapda deymiz, Zaynar deymiz buni. Zaynar qayerda degan. Bularni dars o'qiymiz, mashqlarni qilamiz. Keyingi so'zga keldik. Keyingi so'zimiz da qo'shimchasi. Biz birinchi men qayerdasan desa, men uydaman demoqchi bo'lsak, birinchi da qo'shimchasi, keyin uy so'zi aytiladi, tushunarli? Da degan ma'no bildiradi. Da yoki joylashmoq. Eksi Suisyao maktab. Shu degan kitob do'koni. Hop, chian. Oldi taraf deb qo'yiladi. O'zi chianmian ham bo'ladi. Chian old taraf. Hop, ning qila olmoq bilan o'tgan degan jismoniy. Ning qila olmoq yoki mumkin degan ma'nosi ham bor. Hop, keyingisi dao yetib kelmoq. Yetib kelmoq yoki gacha, hop. Yetib kelmoq yoki gacha degan ma'nosi ham bor. Bunisi tushlik, bu fan. Bularni oldin o'tganmiz. Endi tekst tarjima qilamiz. Tekst tarjima qilamiz endi. Tekstimizda mana bu joyda nima bor? Woman Zaynar jiyanna. Hop, ma'nosi biz qayerda ko'rishamiz degan. Uchrashamiz degan. Keyin debdi. Zay Suisyao shu degan chian jianba. Maktabning ro'parasida ko'rishamiz.
ro'parasida ko'rishamiz. Ya'ni maktabning ro'parasida ko'rishamiz. Keyin nima javob beribdi? Hop, havda yaxshi. Tushdan keyin soat 2da yetib kela olasanmi? Hop, bu yerda so'zma-so'z tarjima qilsak, boshdan tarjima qilsak, biz qayer uchrashmoq. Biz qayerda ko'rishamiz. Zay Suysiao maktab, maktabda, ya'ni zay bitta lokatsiya, ya'ni joylashgan degan ma'no bildiradi. Ya'ni maktab kutubxonasi ro'parasida ko'rishamiz deyapti. Keyin havda yaxshi, xo'p. Siao tushdan keyin soat 2da soat 2 sen qila olmoq, yetib kelmoqmi? Ya'ni sen yetib kela olasanmi deb tarjima qildik. Keyin nima bo'pti? Woning dao, yetib kela olaman. Yetib kela olaman. Wo zai sui xiao chi wu fan. Men maktabda tushlik qilaman deb qo'yaylik mana. Demak, nima qilar ekan? Bular ovqatlanish yoki qayerdasan? Kutubxonadaman. Kutubxonada ko'rishamiz. Soat 2da kela olasanmi? O'sha payti ovqat yeyotgan bo'laman deb nima qilyapti? Javob beryapti ekan. Bular qisqa dialog. Glavnisi, eng asosiysi har bitta so'zga nima qilish kerak? Misollar bilan o'rganib chiqish kerak. Bizda bunga har xil Train Chinese boshqa programmalar yordam beradi iloji boricha. Shu qo'shimcha foydali kanallarni nima qilaman? Dars bobayida aytib o'tib ketaman, xo'p. Bitta bizda zay grammatikasi bor. Bu zay grammatika juda ham foydali va eng kerakli grammatikalardan biri. Bu qachon ishlatamiz? Bu nimadirning qayerdadir demoqchi bo'lsak, misol uchun O'zbekiston Osiyo desak, zay Osiyo, to'g'rimi? Osiyo. Endi O'zbekiston so'zi u z bekisi tam bo'ladi. Osiyo o'zi yajov bo'ladi. Yajov bo'lishi kerak. O'zbekiston Osiyoda joylashgan shu zayda aytamiz, tushunarli? Bu yer tekstimizdachi, demak da qo'shimchasi, hop, bu zay. Da qo'shimchasi. Da deylik. Biron narsa joylashgan degan ma'noni bildiradi. Misol uchun olaylik. Wo zai sui xiao chi wu fan. Tekstga keldi. Men maktabda, zay demak da qo'shimchasi deb qo'yaylik. Men maktabda tushlik yeyman degan. Tushunarli? Men maktabda tushlik yeyman. Hop, da qo'shimchasi yana misol uchun turli joylarda keladi. Hali bularga to'xtalamiz yana. Ikkinchisini o'rganaylik. Ta baba zai yiwan gongzuo. Tarjima qilsak, uning dadasi kasalxonada ishlaydi bo'ladi, tushunarli? Bu yoqda ni zai nar mai cai. Sen qayerdan sabzavot sotib olasan deyapti. Mana sen qayerdan, da qo'shimchasi birinchi aytiladi, hop. Sen da qayer ekan. Sen qayerdan mahsulot sotib olasan yoki mahsulot emas, oziq-ovqat sotib olasan demoqchi. Demak, da qo'shimchasi men falon joydaman desangiz, men keyin da qo'shimchasi keyin o'sha joy nomi deysiz. Hop, mana o'rtasiga plyus qo'yib qo'ydim mana. Men falon joydaman demoqchisiz. Men da qo'shimchasi keyin joy nomi aytiladi. Misol uchun men metrodaman desak, metro bo'ladi ana. Wo sai di tie bo'ladi. Tushunarli? Demak,
qayerda dadir demoqchiman da qo'shimchasini birinchi aytamiz. Hop, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, ning qila olmoq degani faqat jismoniy qila olmoq. Qo'lidan kela olish. Misol uchun nimadir narsa qo'lingdan keladimi desa, ning yoki bu ning deydi. Mana. Tasavvur oson emas. Bu ning. Ning bu ning degani o'sha ning qila olmoq, buning qila olmaslik degan. Agar ning buning ikki marta ketma-ket desanglar, qila olasanmi bo'ladi. Ya'ni savol gap bo'ladi. Ning bu ning deb turib qanaqadir savol etasiz. Ning bu ning. Hop, bizga tushamiz. Bitta misol qolib ketdi. 3 ta misol bor ekan. Siyavu liang diar ning davoma boyga tekis kelgan. Sen abitdan keyin 3dan keyin soat 2da yetib kela olasanmi? Keyingisiga baba ning chu. Dadam bora oladi degan. Endi dadam moshina haydash biladi, sog'liq joyida bora oladi degan. Desa bu buning chu sui xiao chi wu fan. Men maktabga 3 daqiqagani bora olmayman degan. Chunki bu yerda buning turibdi. Bu degani doim nima qilishini bildiradi? Inkorni bildiradi. Hop, bu yoqda bular mashqlarni keyin qilamiz. Yana ba'zi so'zlar bor ekan. Ketdik. Fan degani ovqat. Hozir. Ovqat. Da katta. Bingrin kasal odam. Bingrin kasal odam. Bitta duo ko'p o'zi agar duoda degan so'z bo'lsa nima bo'lardi? Qancha bo'lardi? Ya'ni yoshing ichida degan gap bo'lardi. O'sha gap. Faqat bu yerda duo endi ko'p bordi keladi. Keyingi shifokor. Yishin. Shifokor. Gongzu ishlamoq. Lekin ish degan ma'nosi ham bor. Hop, bu gongzu sekin bir men ishlamoqim bor emas, men ishim bor ma'noda keladi. Hop, ko'ring qanaqa grammatikalar bor ekan. Grammatika yo'q ekan, tekst tarjima qilsak bo'ldi ekan. Xitoy tilida birinchi ba'zi so'zlarga siao so'zi ishlatilsa, o'sha sizga juda yaqin yoki o'sha inson sifatida tushuniladi. Asosan siao so'zi ba'zi insonlarga bilan gap qolsa, kichkina nimadir, masalan, siao long bor-ku, bizda shu, endi ham siao so'z bor. Qaysi so'zlarga siao so'z qo'shilsa, juda o'ziga yaqin olishni bildiradi. Siao hu haymei chifan, siao hu hali ovqatlanib bo'lmadi. Keyin debdi? Ovqat hali yeb bo'lmadimi deyapti. Nima javob beribdi? Mecheni yegani yo'q. Yegani yo'q. Keyin javob beribdi? Da yuan bing rinduo. Katta kasalxonada hop, kasallar juda ko'p. Kasallar ko'p. Kasallar ko'p. Shifokorlar juda band. Bu yerda shifokor band o'rniga shifokorlar band desa esa gapimiz chiroyliroq chiqadi. Hop. Shifokorlar juda band. Keyin o'zi javob beribdi. Shida ha. Hop. Javobi ha, wo baba yeza yiyon gongzo. Ha, meni dadam ham kasalxonada ishlaydi. Bu ham judayam band.
keyin aytdi, "你家有两个医生吗？ Seni oilangda ikkita shifokor bormi?" Otasi bilan onasi shifokor ekan. Keyin debdi javobi "Do'y". To'g'ri degan, to'g'riga ha degan. Demak, oilasi ikki kishi ekan, ikki kishi bekan, shifokor ekan. Men misol uchun onasi bo'lishi mumkin. Tushunarli? Demak, siz qayerda ishlashingizni yoki oila a'zolaringizni kimdir qayerda ishlashini kommentga yoki gruppamizga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaymiz. Savol bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha